Bunga qayilmaganimizda qirilmas edi. Halakatda o'rtoq nima deysan endi? Usta bormi? Usta? Ha, usta yo'q usta. Ey, novoxona, nechta non kerak? Buni dum-dumda ishlatishgan sal-ku. Nima qilishding bir pasda? Usta aka bo'shmidingiz? Kakrasi bo'sh edim. Ichkarida kompot ichib, chingalchik o'ynab, yotamiz, yuringlar. Bo'ladigan gapdan gapiring. Orqada yangi banfer bor, almashtirish kerak. Nech pulga almashtirib berasiz? Endi o'zingga kelibsan, ishdan gapir. 500 mingga almashtirib beraman. 500 ming? Kulchim bo'lsa o'zim almashtirib olaman, ancha qimmat. Almashtirasanmi? Iminna sendaqalarga. Mana kulch. 3 ta mashinam turibdi orqada. Almashtir 200 mingdan 600 ming beraman. Jonimga tegib ketishding. Ashi neriniki bu? Xitoy mashinasi chanjanjan shumi? Aka, ezmalanmasdan banferni almashtiring. Akajon, mashinamni juda yaxshi ko'raman. Mehr bilan qilib bering. Mehr bilan? Hayotim, ishonchim, yupanchim, suyanchim, quvonchim. Hoy do'stim, holing nima? Parishon. Alo. Ha, ustaga mashina bitib qoldimi? Uka, 1 soat ichida 15 marta telefon qilding. Xotinimdan ham ko'p gaplashyapman sen bilan. Nastrenamda qoramini chiqarmagin. Ke bitta? Ke? Hozir ke? Usta aka, gapsiz bo'lishi mumkin emas. Juda chiroyli chiqibdi lekin mari. Jicha asabni buzib qo'yishding-da. Mana 400 ming pul, 100 mingini ertaga kartadan tashlab yuboramiz. Yo'q. Bo'ldi. Hozir 1 minut sayda turib turinglar-a. O'xshadi yerda. Qoch, bunday turib turing. Mashidan 100 minglik aralab olsam, 100 ni berasanlar ertaga. Men senlarga buni sikoslab beraman keyin. Hozir aralab olaman senlar. Adashib ketdim.